erkak kishi bir yilda necha marotaba urolog qabuliga borish kerak? Aytmoqchimanki, urolog kimligini tushuntirib, ota yetaklab o'g'lini olib borib, hiç ko'rganmiz hayotingizda? Ota o'zini o'g'lini shunchaki ko'rikka yetaklab olib kelgan. Tuxumda og'riq bo'ladigan bo'lsa, spermani chiqarib olish tavsiya qilinadi. Lekin bu narsa mumkin ekan deb doimiy shug'ullanish juda katta muammolarga olib kelishi mumkin. Tez bo'shanadigan bo'lsa bo'ldi, o'ziga crest qo'yadi. Menda unaqa ekan, nimaga bo'ladi bunaqa? Masturbatsiya qilsam yaxshi turadi. Aloqa vaqti kelganda umuman turmayapti. Otasi qo'lini ushlab turibdi, bola kelib ishqalanyapti. 5 ta buyragi bor. Yoki taqasimon buyrak deydi. Buyrak ikkalasi bir-biriga ulangan bo'ladi. Ikkala buyragi bitta tomonda joylashgan. Assalomu alaykum, hurmatli tibbiy podkast ko'rsatuvi kuzatuvchilari, aziz do'stlar, hurmatli vatandoshlar. Bugun tibbiy podkastning ajoyib sonlaridan bittasi. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni urolog Faxriddin Sadridinovich, ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan urolog mutaxassis. Aynan erkaklar jinsiy salomatligi mavzusida u kishi bilan bugun ajoyib suhbat quramiz va suhbat sizga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Eslatib o'tamiz, bugun ko'rsatuv homiysi Dermalife teri sog'lomlashtirish markazining Dermalife kompleks mahsuloti. Teringizni tabiiy himoyasi bo'lgan ushbu vosita bizning bugungi ko'rsatuvimizning homiysi hisoblanadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Faxriddin Sadrinovich, qarang. Erkak kishi bir yilda necha marotaba urolog qabuliga borish kerak? Erkak kishi bir yilda endi yoshiga qarab, agar muammolari bo'lmasa, hech narsa bezovta qilmayotgan bo'lsa, bir yilda yoki 2 yilda bir marta borib urolog tekshiruvidan o'tib tursa yaxshi bo'ladi. Lekin 40 yosh, 45 yoshdan o'tgandan keyin har yili urolog ko'rigida bir marta bo'lishi kerak hisoblanadi. Nima uchun? Sababi 40 yosh, 45 yoshdan keyin prostata bezida o'zgarishlar ko'proq kuzatiladi. Prostata bezi adenomasi bo'lishi mumkin yoki prostata bezidagi boshqa yomon o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Shuning uchun bir yilda bir marta urolog ko'rigida bo'lish tavsiya qilinadi. O'zbek millatini, ya'ni o'zbek mentalitetini urolog qabuliga borish haqidagi ya'ni qarashlari qanchalik sizni qoniqtiradi? Bu endi katta muammolardan bittasi hozirgi kunda. O'shaning uchun so'rayapman-da. Faqat erkaklar emas, ayollar ko'pincha qabulga kelganda men o'ylardim hozirgacha ayol kishi umuman urologga bormaydi. Bu faqat erkaklarning vrachi deb o'ylardim deb kelishadi. Lekin urolog faqat erkaklar emas, ayollarni ham davolaydi. Erkaklarning o'zini kelishi ham qanaqadir urologga borsa, bu xuddi bir sharmandalik holatday qaraladi ko'pchilikda. Lekin bu o'zini sog'ligi uchun, salomatligi uchun kerak bo'ladigan tekshiruvlarni o'tkazishi mumkin. Hech qanaqa kasal bo'lmagan odam ham urolog ko'rigiga kelib o'zini profilaktika uchun tekshirtirishi mumkin. Hech qanaqangi yomon tomoni yo'q urolog ko'rigiga kelish. Shunaqa, lekin Faxriddin aka faqat majburiy o'sha ZAGS oldi ko'riklarida odatda asosan qatnashishadi. Shunaqa majburiy ZAGS ko'riklarida yoki juda bo'lmagandan keyin, juda o'tib ketgandan keyin yashirinib, hech kim bo'lmaydimi oldingizda, qabulingizda odam yo'qmi? Xuddi shunaqa. O'zi mana bolalikdan tarbiya jarayonlari bugun aktual mavzuda, chunki bolalikdan gaplashish kerak ota. Mana biz keling urologiyani erkaklar tomonidan qaraymiz bugun. Chunki ba'zi bir muammoli vaziyatlar bor, uning uchun alohida ko'rsatuv qilishimiz kerak ayollar mavzusida. Urologiyani erkaklar mavzusida mana oiladagi o'zbek mentalitetida endi baribir sharm hayo degan narsa bo'lgan, gapirilmay kelingan ko'p narsalar. Jumladan aynan urologik muammolar, o'zi umuman jinsiy hayot haqidagi yoki jinsiy rivojlanish haqidagi mavzular tabu hisoblanadi o'zbek xalqida, bilasiz. Ya'ni gapirish mumkin emas, ya'ni hayol. Endi bu hozirgi yoshlarimizda yangi o'sib kelayotgan pokoleniyani o'zingiz hozir mana suhbatdan oldin aytib o'tdingiz-ku, ancha oldinlab ketgan hozirgi bolalar. O'sha oldinlab ketgan zamonda eng yaxshi do'sti otasi. Shuni gapirish hozir muhimroq emasmikan avvalgilarga nisbatan? Oldingi ko'p mayli gapirilmadi, lekin bunchalik oldinlab ketmagandi-da. Endi ota bola mana bunaqa intim temalarda gaplashish haqida so'ramoqchimisiz? Yo'q, men aytmoqchimanki, urolog kimligini tushuntirib, ota yetaklab o'g'lini olib borib, hiç ko'rganmiz hayotingizda? Ota o'zini o'g'lini shunchaki ko'rikka yetaklab olib kelgan o'zbeklarda. Hozirgi kunlarda kelishyapti. Kelishyaptimi? 10 yosh, 12 yosh, 15 yosh yoki yosh bolalarni olib kelishyapti. Ko'rsatib qo'yish kerak ekan. Informatsiya ko'payib ketgani hisobiga qanaqadir
qo'rqinchli kasalliklar borligini bilib qolishlari hisobiga bitta ko'rsatib qo'yish kerak ekan, nimadir o'zgarishlar yo'qmi deb olib kelishyapti. Lekin xato tushunchalar ham yo'q emas. Masalan, bo'lgan voqea, pochchasi yangi kuyovga tushuntirib beryapti. Sanda birinchi kirganingda chimildiqda o'xshamay qolishi mumkin, birinchi kechang. Yoki undan oldin otasi ham chaqirib olib, o'g'lim, o'xshamay qolsa hech ham xavotirlanma, hammasi o'tib ketadi. Birinchi marta bo'lmasa, hech narsa emas, hammada bo'lishi mumkin. Bolani уже psixologически birinchi marta sanda bo'lmaydi, o'xshamaydi degan tushuncha bolada bor. Menga olib kelishganda to'yidan bir hafta yo 10 kun o'tgandi. Hech narsa qila olmagan bola. Ya'ni hech qanaqa aloqa qila olmagan, unda psixologически menda bo'lmas ekan, nimadir menda не то ekan degan narsa rivojlangan. Undan ko'ra shunaqa vaziyatlar bo'lmasligi uchun juda shunaqa xavotir oladigan bo'lsa, urolog ko'rigiga yuborsin. Nima qilish mumkin? Bitta masalan spermogramma analizi yoki tuxumlarni o'zi qilgandan keyin urolog aytadi, mana senda muammo yo'q. Bu bitta plyus. Mana spermogramma analizingda hammasi yaxshi. Bemalol bolali bo'lasan. Bu yana bitta plyus. Uje o'ziga bo'lgan uverenность oshadi. Yana bir ikkita narsalarni urolog bilan gaplashgandan keyin, demak menda hammasi yaxshi ekan degan narsa bo'lsa, xotirjam bo'lsa, unda boshqacha o'ziga bo'lgan ishonch oshadi. Kimdir masalan bo'lmay qolsa xavotir olma degani, demak menda bo'lmas ekan degan narsa rivojlanadi. Mumkin ekan, demak ehtimol bor ekan. Shu uchun urolog ko'rigiga yuborgan yaxshiroq, chem o'zim tushuntiraman degandan ko'ra juda xavotir olsa. Ya'ni o'g'il bolalarni urologga kerakli mutaxassis ekanligini bolaligidan tushuntirib qo'yish kechroq. Ya'ni stomatologga olib boramiz misol uchun. Xuddi shunday. Ko'rsatgani, ko'rik ketish yaxshi o'syapti, va hokazo. Mana hozir bolalarga e'tibor qaratishyapti tishiga oldin. Endi immuniy urolog mavzusini ham menimcha katta ehtimol bilan qilish kerak. Bu tamom endi. Olib borish kerak, urologlarga ishonish kerak. Menimcha Markaziy Osiyodagi eng kuchli urologlar O'zbekistonda. Hozirgi kunda shunaqa. Shu kecha kunduzda. Hamma davlatdan kelishadi. Hamma davlat. Atrofdagi davlatlardan ham eshitganman. Respublika urologiya markaziga qo'shni davlatlardan keldi. Juda ko'p keladi kasal. Shunaqa. Endi qarang, bolalikdan boshlab kelamiz yuqoriga qarab. To qarilikgacha, o 80 boy, 90 boylarga to'xtalamiz. Bolalikda urologga olib borish kerakligini tushundik, yaxshi bu mavzu. Lekin hozirgi zamon bolasida o'sha boya eslab o'tganimiz onanizm mavzusi, masturbatsiyalar va hokazolar. Bola jinsiy tez yetilyapti degan gapni ko'p eshitdik-da bu studiyada. Yaqinda ginekolog mutaxassis ham keldilar, ular aytdilar, qizlar tez yetilib qolyapti, baraka doktorlar dedilar. O'g'il bolachi? O'g'il bola ham tez yetilyaptimi? Ya'ni o'g'il bola ham tez yetilyapti. Endi yetilish deganda ko'zi ochilyapti deydi-ku. Xuddi shunaqa narsa tez bo'lyapti. Informatsiya juda ko'p, dostupniy. Ya'ni telefonda, kompyuterda, hamma joyda hozir xohlagan informatsiyasini topsa bo'ladi, xohlagancha uni ko'rsa bo'ladi. Shuning hisobiga ham bolalarni ko'zi tez ochilyapti desak ham bo'ladi, ne только qizlarni. Onanizm juda muhokamali mavzu hozir. Yo'q, gapirmasak bo'lmaydigan mavzuda, afsuski. Muhokamali qaysi ma'noda men o'zim gapirib chiqqanman bu narsani, qilish mumkin emas, qilsam ham bunaqa oqibatlarga olib keladi deganimda ko'pchilik mana bu vrach ruxsat bergan, qilsang bo'ladi deb aytgan. Mana bunisi ruxsat bermayapti, qaysiga ishonish kerak? Tibbiy ko'rsatmalarda qilish mumkin deyilgan. Qilish mumkin. Ayrim holatlarda qilish tavsiya beramiz. Masalan, qanaqa holatlarda? Ayrim bolalar endi balog'atga yetgandan keyin qizlar bilan uchrashuv bo'lishi mumkin. Yokida o'sha to'ydan oldin qiz bilan tez uchrashib qolib, o'sha jinsiy aloqaga ehtiyoj bo'lishi mumkin. Prostata bezida suyuqliklar ishlab chiqariladi, tuxumda suyuqliklar ishlab chiqariladi, sperma ishlab chiqariladi, lekin u chiqib ketmasligi mumkin tabiiy yo'l bilan. Ayrim bolalarda o'zidan o'zi chiqib ketishi mumkin. Kechqurun ehtilom tushda. Kechqurun uxlaganda har xil tushlar ko'rib, o'zidan o'zi sperma chiqib ketib qolishi mumkin. Ularda o'sha masturbatsiyaga ehtiyoj bo'lmaydi.
Bu fiziologik tabiiy jarayon. Fiziologik tabiiy jarayon. Lekin ayrim bolalarda o'sha masalan uylanadigan qizi bilan kuni bo'yi yurdi. Hujjat taxlayapti, boshqa qilyapti, xohlaydi, xohlamaydi, erkak kishi baribir qo'zg'alish bo'ladi. Shunaqa paytda mabodo tuxumda og'riq bo'ladigan bo'lsa, spermani chiqarib olish tavsiya qilinadi. Sababi u o'sha yallig'lanishga olib kelib, tuxumdagi o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Lekin bu narsa mumkin ekan deb doimiy shug'ullanish juda katta muammolarga olib kelishi mumkin. Nima muammo? Xohlaysizmi yo'qmi? Baribir o'sha 18+ videolarni ko'rib qiladi bolalar bu narsani. O'ziga nisbatan samootsiyanga tushib ketaveradi. Sababi tanlab olingan aktyorlar vaqti uzoq, mabodo bir marta borib qoladigan bo'lsa, tez bo'shanadigan bo'lsa bo'ldi, o'ziga krest qo'yadi. Menda unaqa ekan, nimaga bo'ladi bunaqa? Podsoznательный o'shanaqa fikrlar to'plangandan keyin shunaqa murojaatlar bo'lgan. Uylanganman, hali oldiga borib aloqa qila olmayapman. Lekin masturbatsiya qilsam yaxshi turadi, aloqa vaqti kelganda umuman turmayapti. Bu holatlar uzoq vaqt va o'sha ko'p takrorlanadigan masturbatsiyadan kelib chiqadi. Nima bo'ladi? Ochiqcha gapiradigan bo'lsak, yo vannaga kirib bu ishni qiladi, yo hojatxonaga kirib. O'sha bolalar o'zida kuzatadigan bo'lsa, vannaga bu ishni qilmaslik uchun ham kirsa, masalan, oddiy yuvinish uchun ham kirsa, ereksiya boshlanadi. Shartli shartsiz reflekslar o'sha ishlagan bo'ladi. Ya'ni vannaga kiryaptimi, miyada signal bo'ladi, bu mana shu ishni qilish mumkin. Demak, tayyorlanishimiz kerak. Lekin bu o'sha pastelga kelganda vannaga o'rganib qolgan odam pastelda bu narsani qila olmaydi. Ayollar yozadi. Faqat vannaga olib kirib qilyapti, boshqa joyda qila olmayapti. Yoki bolalarning o'zi faqat vannada kirsam o'xshaydi, boshqa joyda o'xshamaydi. Sababi shunda. Bu psixologik bog'lanish ham bo'ladi. Shuning uchun endi bizda bir narsaga ruxsat berishga qo'rqadi odam. Bo'ldi. Iste'mol qilish. Qilsang bo'laveradi desa, mana vrach ruxsat berdi, qilsa bo'laveradi deb oxirigacha gazni bosishadi. Lekin qilmagan yaxshiroq. Masturbatsiya qilmagan yaxshiroq. Ertangi hayotiga yaxshiroq o'zi uchun. Tushunarli. Endi deylik mana shunga o'tirib qoldi. Masturbatsiyasiz umuman yaqinlik qila olmayapti va hokazo. Bunga yechim faqat sizlar orqalimi yoki psixoemotsional jihatdan psixolog yordami ham kerakmi? Psixoterapevt yordami, ya'ni aniqroq. Psixoterapevt yordami kerak bo'lishi ham mumkin. Mumkin ya'ni. Mumkin. Shu soha bilan shug'ullanadigan psixoterapevtlar bormi bizda? Bor. Alohida shu imminni psixoterapevtlar bor, shu bilan shug'ullanadigan. Endi shunaqangi darajada kirib ketishi mumkinki, ishlay olmaydi, o'qiy olmaydi, umuman fikrini bir joyga jamlay olmaydi, kuniga 4-5 marta qilmasa o'tira olmaydi. Yana bitta sababi miyada dopamin degan gormon ishlab chiqariladi-da. O kayf bo'ldi deydi-ku, xuddi o'sha dopamin. Bu doimiy kam miqdorda dopamin ishlab chiqarilishiga sabab bo'ladi-da. Miya o'sha narsaga o'rganib qoladi va doimiy talab qilaveradi. Kerak, signal. Doza kerak. U dozani talab qilgandan keyin masturbatsiyaga kelib chiqaveradi. Masturbatsiya boshlanib ketaveradi. Hech qanaqa fikrini jamlash qiyinlashadi. O'qiy olmaydi, ishlay olmaydi. O'qishga ta'sir qiladi, ishlashga ta'sir qiladi, uxlashga ta'sir qiladi. Umuman qiynalib qoladi bolalar. Xo'p, nima qilish kerak? Ota-ona qanday bilsa bo'ladi bolasida bunaqa holatga yetayotganligini? Bu endi bu ish baribir yashirin holatda qilinadi. Buni bilib bo'lmaydi bu narsani. Bu odam qiladimi, qilmaydi bu narsani bilmaymiz. Yoshligimizda har xil gaplar bo'ladi. Ota-ona qanaqa aniqlasin? Mana voyaga yetayotgan, balog'atga yetayotgan yosh yigit tarbiyalayotgan ota-onalar ko'p, o'zimiz ham o'g'illarimiz bor. Endi buni ota-ona belgilari nima? Belgisi bormi? Bu yashirincha qilinadigan narsa. Buni afsuski belgisi yo'q-da. Qachon ma'lum bo'lib qoladi? Qachonki muammo shu
endi taqalganda bolani o'ziga tushuntirish kerak bo'ladi. ha, ana bolani- suhbatimizni boshidagi mavzuga kelyapmizda endi. Bolani o'zi tushunishi kerak bo'ladi-da bu narsani. Bu masalan ozgina maza qilaman deb ertangi hayotiga umuman o'sha jinsiy aloqadan bo'ladigan lazzatni umuman his qila olmay qolishi mumkin-da. Ha. Jinsiy aloqa qila olmay qolishi mumkin. Shu uchun ham o'zi tushunib yetish kerak-da bu narsani. Ota-ona baribir doimiy 24 soat boshida tura olmaydi. Ha, Kontrol qila olmaydi. Hozirgi vaqtda tем более hozir. ya'ni telefonni zapret qilib qo'ya olmaydi. Davr talabi, hammaga telefon kerak. Kompyuterni olib qo'ya olmaydi. O'qish kerak. Shuning uchun bolani boylab o'zi qo'yib oldida olib yota olmaydi kechasi nimadir qilish. bolani o'zi tushunishi kerak bu narsani, zararligini. Ha, demak tarbiyaga borib taqaladi. Xuddi shunday. Endi yana oldini olish uchun bola agarda nimadir o'zi qiziqadigan narsa bilan shug'ullansa, bu narsaga Vaqti bo'lmaydi. vaqti ham bo'lmaydi. Bekorchilikdan kelib chiqar ekan. Faqat yoshi kattalarda emas, yosh bolalarda ham analizm bor. 4 yosh, 5 yosh, 3 yashar bolalar, hali o'zini bilmaydigan bolalarda analizm bor. Men ham bilmasdim, bitta tanishim video tashib berdi. Mana bu bola 5 yashar bola bitta xonaga yashirinib olib, xuddi katta odamday o'sha analizm bilan shug'ullanib, kayf qilganda yotibdi. Rostdan o'sha ishni qilyapti. 5 yashar bola. Neuropatologimiz bor edi, yosh bolalar, detskiy neuropatolog. O'sha kishi bilan kirib gaplashdim, bor detskiy analizm dedilar. Sababi bolaga e'tibor yetishmasligi va sekin-sekin bola o'sha odat qiladi, birinchi ushlashni, keyin o'sha analizmgacha yetib boradi. O'sha narsa. U yoqda o'sha nerv tolalari bor, ya'ni ishqalanishidan odam mazza qiladigan. O'sha narsani ta'mini totdimi, keyinchalik qilaveradi. Mana uchun shok bo'ldi, to'g'risini aytsam. Videolar tashab berishadi. Eshitmaganim qolmagan deb o'ylagandim. Bolalar yaqinda ham bittasi video tashab berdi. Otasi bola otasi qo'lini ushlab turibdi, bola kelib ishqalanyapti. Nima qilsa bo'ladi bu? Yosh bola hali 2 yashar, 3 yashar bola deyapti. Bola o'sha narsadan maza qilyapti. Xo'p, yechim nima bu yerda? Yechim shug'ullanish kerak, bolalarni bo'sh qo'ymasligi kerak. Bola qiziqadigan o'sha o'zini qiziqib vaqtini o'sha qiziqishiga sarflaydigan qilsa, bu narsaga vaqti qolmaydi. Boshqa unaqa tinchlantiradigan yo bitta dori bilan davolaydigan kasallik emas bu. Tushunarli. Tushunarli. Ajoyib. Xo'p, endi bepushtlik mavzusi. Bepushtlik. Joningizga tegmagan bu mavzu? Endi sohiz, boshqa iloji yo'q. Yo'q, nimaga jonimizga tegadi? Bu hozir ommaviy mavzu. Ko'p kishini bezovta qiladigan mavzu. Oxirgi 10 yilda statistika qanaqa? Oxirgi 10 yilda bepushtlik ko'payib bormoqda. Nima uchun? Hayot tarzi, oziq-ovqat masalasi, ya'ni har xil davolanish usullari va shunga o'xshash hozirgi ko'payib borayotgan asosan hayot tarzi. Nima uchun oldin ko'paymagan, ko'p bo'lmagan, nima uchun oldin bobolarimizda bu narsa bo'lmagan degan savollar ko'p bo'ladi. Sababi hozir ko'pchilik o'sha o'tirib ishlaydi, ko'p harakat bo'lmaydi va qulayliklar juda ko'p bo'lgani hisobiga odamlar hozirgi kunda harakati juda kam, cheklangan harakat. Shu ham sabablardan bittasi. Oziqlanish. Oziq-ovqatlar tez tayyorlanadigan fast foodlar ko'payib ketyapti. Zararli oziq-ovqatlar ko'payib ketyapti. GMO ko'p, energetiklar, shakar juda ko'p miqdorda iste'mol qilamiz. Shularning o'zi ham ko'p ta'sir qiladi. Mana hozir doktordan nimani fikrlarini eshitib olamiz-da, mana men nutrisolog sifatida menga murojaat qiladigan ko'pchilik bemorlarda shakar urug' sifatini pasaytiradi desam ishonishmaydi. Izohlab keting shuni. Urug' sifatini pasaytiradi. Endi ko'p miqdorda shakar bu bitta urug' sifatiga ta'sir qilmaydi-da shakar.
organizmda hamma narsa yaxshi ishlashi kerak deydi-ku. Ichaklarga ta'sir qiladi, qon tomir sistemasiga ta'sir qiladi. Bular hammasi bitta bo'lib, o'sha urug' sifatiga ham ta'sir qiladi. Endi faqatgina shakar emas, fast foodlar ham ta'sir qiladi. Bepushtlik haqida gapiradigan bo'lsak, hozir davolanish usullari ham juda ko'pda. Hamma davolaydi bepushtlikni. Ya'ni ginekologlar ham davolaydi. Erkaklar tomonidan bo'ladigan bepushtlikni. Tabiblar ham davolaydi. To'g'risi, bu haqida eshitmagan narsam qolmadi. Ilmiy asoslanmaganlarini aytyapsiz-da, to'g'rimi? Ilmiy asoslanmagan. Ilmiy asoslanmagan asoslanganlari ham. juda kam. Tabiblarga hech qanaqa qarshi emasmiz. Tibbiyot bor, ya'ni tabiiy yo'llar bilan davolanish bor. Faqat meni o'ylashim bo'yicha qanaqadir chegara bo'lishi kerak-da. Meni o'ylashim bo'yicha. Ya'ni mana bu yergacha tibbiyotda, ya'ni tabiiy usulda davolansa bo'ladi. Bo'ldi, mana bu chegaradan o'tdimi, bo'ldi. Tibbiyot, ya'ni vrachlarga borishing kerak. Bu yoqda ish bermaydi degan narsa yo'qdi hozir. Umuman farq yo'q. Bu bepushtlikning qanaqa turi farqi yo'q. Urug' chiqmayaptimi, chiqayaptimi? Morfologiyani hech kim ko'rmagan, sifati qanaqa? Urug'ning sifati yomonmi, yaxshimi? Tuxumlar o'zi bormi, yo'qmi? Tuxumlar rivojlanganmi, yo'qmi? Hech qanaqa qizig'i yo'q. Mana bu bitta qorishma, mana bu bitta damlama, bo'ldi, shu bilan bolali bo'lasan. Bu to'g'ri ish emas-da. Haqiqiy tabib bo'ladigan bo'lsa, tekshiradi. Oddiy tekshiradi. Ya'ni analizlaring ko'rsat deydi. Hozirgacha nima dorilar ichgansan? Nima analizlar topshirgansan? Qanaqa tekshiruvlardan o'tgansan? Qaysi vrachga borgansan? Davolanganmisan? Tekshirib, so'rab, keyin sizga birorta o'sha damlama yoki birorta narsani tavsiya qiladi. Telefondan turib, bo'ldi, mana shuni oling, bitta sinab ko'ring, yaxshi bo'lib ketasiz deb ayta olmaydi. Haqiqiy tabib bo'lsa agar. Yo, mayli, tushunarli. Bepushtlikka sabab bo'ladigan omillar haqida gapirdingiz-da. Endi bepushtlikka olib boradigan yondosh kasallik yoki asosiy kasallik, yondosh kasallik bepushtlik bo'lib qoldi. Ya'ni asorat o'laroq bepushtlik yuzaga keldi. Qaysi kasalliklar erkaklarda bepushtlikka sabab bo'ladi? Mana misol uchun o'tkazib yuborildi. Mana siz bizni nima haqida gapirdingiz? Tepki haqida. Tepki sabab bo'lishi mumkin. Infeksiya tuxumga tushsa, tuxum hujayralarini o'ldirib, o'sha hisobiga tuxumning faoliyatini buzishi mumkin. Xo'p, tuxumda uchraydigan varikoselli sabab bo'lishi mumkin. Sabablaridan bittasi 100% sabab bo'ladi deb ayta olmaymiz. Sabablaridan bittasi. Kosmetik sabablardan. Tuxumda bo'ladigan yallig'lanishlar sabab bo'lishi mumkin. Vaqtida davolanmasa, e'tibor berilmasa. Xo'p, keyin tuxum tepada qolib ketishi, kriptarxizm kasalliklari. Tuxumdagi o'sha perikrut deydi, tuxum o'z o'qi atrofida aylanib qolishi sabab bo'lishi mumkin. Gormonal o'zgarishlar sabab bo'lib qolishi mumkin. Qandli diabet, semizlik. Semizlik har doim bepushtlik sabab bo'lmaydimi? Endi har doim ham sabab bo'lmaydi. Har doim ham sabab bo'lmaydi. Sovuq olish, ya'ni zaxlatib qo'yish, kuchli shamollatib qo'yish misol uchun. Yallig'lanishga sabab bo'ladi. Bo'lishi mumkin. Mana bizda doim qo'rqitib kelishgan narsa tor kiyim kiyma. Bepusht bo'lib qolasan. Bor edi shunaqa narsa. Ya'ni tanani gradusdan pastroq turish kerak tuxum. Xuddi shunaqa. Tortilib qolsa tuxumlar o'ladi, spermatozoidlar rivojlanmay qoladi degan gap. Bu mifmi yo haqiqatmi? Mifmi? Tuxum tor, keng. Endi tor deganda tuxumlarni siqib tepaga chiqarib yuboradigan darajada tor kiymaslik kerak. Lekin hozir siz butun internetni ostin-ustin qilib tashlaysiz bu gapingiz bilan. Hamma aytayaptiki, ichki kiyim tanlashda e'tiborli bo'linglar. Mana ichki kiyim. Endi ichki kiyim sotadiganlar ko'pincha. Hamma gapiryapti. Ilmiy, men o'zingiz bilan gaplashganim yaxshi bo'ldi. Mana ichki kiyimlar hozir boksyorkalar deymiz. Endi oldin yo'qolib ketdi hozir. Oldin mana qaysi ham bo'lardi. Boksyorkalar. Boksyorkalarning ko'pi tuxum sal teparoq ko'tarib turadi. Ya'ni u biroz teparoq ushlaydi. Bu demak, unaqa qo'rqinchli holat emas, to'g'rimi? Yo'q, o'sha plavkilar yo'qolib ketdi deyapsiz. Plavki yo'qolib ketdi. Lekin biz tavsiya beramiz ayrim holatlarda plavki kiyib yurishdi.
tavsiya berasizlar, lekin hozir urolog qaysi vrachlar holatlarda biladi yoki tavsiya davolash yallig'lanish holatlarida davolanayotgan payt plavka kiyib yurasan deymiz. Yoki ayrim operatsiyalardan keyin. Masalan, o'sha varikatsiyali operatsiyasidan keyin plavka kiyib yurasan, tuxumlar osilib turmasligi kerak. Ha. Ushlatsani ko'tarib turish kerak. Ushlab turish kerak. Shunaqa holatlarda kuchli yallig'lanishlar bo'lsa, tuxumlar osilib turmasligi kerak. Biroqda o'sha yaxshi mustahkam turishi kerak degan maqsadda plavkalarni tavsiya beramiz. Endi juda katta ahamiyatga emas, ega emas, tor ich kiyim yoki keng ich kiyim ahamiyat yo'q. Yo'q, unaqa katta ahamiyatga ega emas. Bu gap trendga chiqadi. Chunki har doim teskari narsani gapirsak, odamlar o'rgangan narsani teskarisini gapirsak, tez ko'tariladi suhbatingiz. Sababi haligacha ham shu mif bor-da. Siz endi mif deb baholayapsiz bu narsani. Demak, ichki kiyimmi aloqasi yo'q. Yo'q. Fiziologik jihatdan. Endi tor deganda, masalan, shu tuxumlarni siqib turadigan emas, shu tuxumlarni ushlab turadigan bo'lsa bo'ldi. Bunaqada diskomfort ko'rolmaydi. Ja ochiq osilib turadigan bo'lishi ham shart emas. Tuxumlar o'sha tuxum yorog'ida tursa bo'ldi. Tuxum xaltasida tursa bo'ldi. Bunaqa tor deganda bo'ldi, yopishtirib tuxumni ichkariga tiqoradigan. Diskomforti unaqa kelmaydi. O'ziga qulay bo'ladigan bo'lsa bo'ldi. Tushunarli. Bepushtlik mavzusini og'riqli nuqtasi shundaki, ko'pincha oilalarda farzandi yo'qligini faqat ayolning aybi deb baholashadi. To'ppa-to'g'ri. Ko'p shu adashish bor. Erkak sababchi bo'lishi ham mumkin. Bu 50 ga 50. Ikkala tomon ham sog'lom bo'lishi kerak bola uchun. Faqat ayol kishi sog'lom bo'lsa, erkakda muammo bo'lsa, bola bo'lmaydi. Erkaklar endi menda ereksiyada muammo yo'q, urug' chiqyapti, demak menda muammo yo'q deb o'ylashadi ko'pchilik. Lekin urug'ning tarkibida muammo bo'lishi mumkin. Chiqayotgan suyuqligida umuman spermatozoid bo'lmasligi ham mumkin. Azospermiya deyiladi. Bunaqa adashishlar juda ko'p. Shu uchun agar mabodo bola bo'lishida kechikishlar bo'layotgan bo'lsa yoki qanaqadir shubhalar bo'ladigan bo'lsa, ikki tomon tekshirtirgani yaxshi. Ayol kishi ham, erkak kishi ham. Ayta olmaymiz, faqat erkak kishi tekshirtirsin deb. Har xil holatlar bor. Ayrim holatlarda kelishadi, erkak kishi doimiy tekshirib yurgan bo'ladi o'zini yoki ayol kishi doimiy o'zini tekshirib yurgan bo'ladi. Ikkala tomon ham sog'lom bo'lishi kerak bola bo'lishi uchun. Tushunarli. Demak, farzand ko'rish kechikyaptimi? Demak, ayol ham erkak ham baravar borib, maxsus tekshiruvlardan o'tish kerak. Baravar borib. Agar to'g'ri nazarcheniya qilinsa, farzandli bo'lish ehtimoli. Sababini topish kerak birinchi o'rinda. Kimda sabab? Disfunksiya haqida gapiraylik, erektil disfunksiya haqida. Erektil disfunksiya. Siz mana hozir bepushtlik mavzusi, aktual mavzulardan bittasi, ikkinchisi mana bu erektil disfunksiya. Erektil disfunksiya ko'p uchraydigan kasallik. Bu sabablari juda ko'p. Sabablari o'sha qon tomirlaridagi buzilishlar bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zini ereksiyani kelib chiqishi o'zi qon tomirlar kengayadi, asbob qon bilan to'ladi va o'sha ereksiya paydo bo'ladi. Qon tomirlarda o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, bu narsa bo'lmasligi mumkin yoki asbob ko'tarilib, birdaniga ereksiya yo'qolib qolishi mumkin. Endi sahrli diabet hisobiga erektil disfunksiya bo'lishi mumkin yoki stresslar hisobiga erektil disfunksiya bo'lishi mumkin. Buni sababini aniq bilish kerak. Erektil disfunksiyaga ishlatadigan dorilar bor. Hozir ko'pchilik mutaxassislar chiqib turib birdaniga dorini tavsiya qilyapti-da. Ya'ni masalan hamma biladigan tadalafil, sildenafil dorilarni, men shu narsaga qarshiman. Ya'ni vrachlar chiqib turib dorini nomini aytib, mana bu kasallikka davo bo'ladi deyishiga qarshiman. Sababi bu faqat mana bu kasalliklarga davo bo'ladi. Mana buni ichsang davomiyligi oshadi, mana buni ichsang ereksiya yaxshilanadi deb aytish xato deb hisoblayman. Chunki kasal vrach ko'rigiga kelib turib, keyin u nazarcheniyani olish kerak. Sababi nimada? Qarshi ko'rsatmalar bor u dorilarni ishlatishga.
buni hech kim aytmaydi yo aytilgan bo'lsa ham odamlar uchun qiziq emas va ko'rilmaydi. Ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermaydi. Lekin o'sha qarshi ko'rsatmalar hatto o'limgacha olib kelishi mumkin. Qon bosimi tushib ketib, nolgacha tushib ketib, o'limgacha olib kelishi mumkin. Endi asosan qari odamlar foydalanib, yosh katta odamlar foydalanadi-ku, yoshlar ham foydalanyapti. Yoshlar ham foydalanadi. Yana bitta narsa, hozirgi ko'p reklama qilinayotgan o'sha tabiiy 100% tabiiy deyilayotgan har xil qorishmalarning tarkibida yo tadalafil yo sildenafil dorisi bo'ladi. E'tibor bersangiz, reklamasida yoki o'sha gaplashganingizda ham bir kunda ta'sirini sezasiz deydi. Bir kunda. Masalan, siz nutritsiologiksiz. Tabiiy narsalar tez ta'sir qiladimi? Yo'q, hech qachon. Ularni doimiy tarzda iste'mol qilib yursangiz, ta'sir qilishni boshlaydi. Oylab iste'mol qilish kerak ekan. Bir kunda ta'sir qiladigan narsa tabiiy narsa bo'lmaydi. Shunaqa u sharlatanlarning gapi. Tadalafil yoki sildenafil bo'ladi. Xo'p, nima qilibdi? Vrachlar ham yozadi tadalafil, sildenafil deyishingiz mumkin. Prosta u dorining tarkibida qanchalik borligini, dozasini hech kim bilmaydi. Ya'ni o'sha ishlab chiqarayotgan odam biladi, yo u o'zi ham bilmaydi. Ergalar zakaz bergan, tarkibida tadalafil, sildenafil bo'lsin, bo'ldi deb. Iste'mol qilayotgan odamlar o'zi biladi. Bosh og'riq bo'ladi, burun bitishi bo'ladi, yurakda o'zgarishlar bo'ladi. Aritmiya holatdagi. Davleniyada o'zgarishlar bo'ladi. Noxushliklar bo'ladi. Lekin telefon qilganda nima bo'ladi? O'zi deydi, birinchi hamma kasalliklaringizni qo'zg'aydi, keyin sizni yaxshi qilishni boshlaydi. Bu o'sha ключевой moment deydi-ku. Shunaqa. Lekin bu juda qaltis vaziyat. Har doim ham bu dorilarni qo'llash mumkin emas. Yurak kasalliklari bo'lsa, infarkt, insult olgan bo'lsa yoki davleniyasi bilan muammosi bo'lsa, juda baland davleniyali odamlarda bo'lmaydi bu narsa. Shu uchun ham dorilarni reklama qilishiga qarshiman, vrachlar. Xo'p, erektil disfunksiyani qanaqa davolasin? Mana nima yechim bera olasiz siz urolog sifatida? Vrach ko'rigiga borsin. Urolog ko'rigiga borsin. Muammo bormi? Uni sababini topish kerak-da. Bitta dori hamma muammoga yechim bo'lganda, doktorlar ham kerak. Bunaqa katta politsiyalar ham bo'lmasdi, vrachlar ham kerak bo'lmasdi. Shunaqa. Eng to'g'ri, yaxshi yechim bu vrach ko'rigiga borib, o'sha muammoni sababini topib, sababini bartaraf qilish. Bitta dori mana shuni iching bo'ldi, shu bilan yaxshi bo'lib ketasiz, esingizdan chiqib ketasiz degan joyi yo'q-da. Xo'p, yaxshi, lekin hozir trendda yurgan ko'pchilik vrachlar, urolog vrachlar, urolog xirurg mutaxassisligi, xirurgiya yo'nalishi bo'yicha ishlayotganlar pulli narsalar o'ylab topishdi hozir. Implant. Bor narsa. U har bitta narsani o'zini ko'rsatmasi bo'ladi-da. Operatsiya qilinadi. Yo'q, uni hammaga qo'yish mumkin emas, to'g'rimi? Ya'ni hammaga podriyat qo'yilmaydi. Ko'rsatma. Mana misol uchun deylik, bir inson shu ya'ni jinsiy olati tarangmasligidan o'zi o'ylab yurganida, lekin uni davolasa bo'ladigan, siz aytganingizdek, vrach ko'rib sababini topib davolasa bo'ladi. U borib, puli bor, prosta menga shuni qo'yib qo'yinglar, shuni qo'yilmaydi. Ishonch bilan gapiryapsiz-da. Endi yaxshi vrach bo'ladigan bo'lsa qo'ymaydi ya'ni. Ereksiyasanda bor. Birinchi endi bizning ustozlar aytishi bo'yicha eng yaxshi operatsiya qilinmagan operatsiya. Ya'ni iloji boricha operatsiya qilmaslik iloji bormi? Operatsiya qilmaslik kerak. Yaxshi, xo'p, zo'r. Xuddi shunaqa endi agar birinchi konservativ lecheniya qilinadi, ya'ni dorilar bilan lecheniya qilinadi, dorilar beriladi, agar yaxshi ta'sir qilsa, standartlar asosida, standartlar asosida davolanadi, yaxshi ta'sir qiladigan bo'lsa, bo'ldi, shu bilan kasal o'zi davolni bo'ladi, esidan chiqaradi. Lekin qo'yiladigan holatlar bor. Masalan, bir necha yildan beri ereksiya yo'q. Qandli diabet, umuman kontrol qilinmagan qandli diabet. Ko'pchilik holatlarda. Yoshlarda ham bor bu narsa. 20 yosh, 25 yosh bolalar keladi, 3 yil, 4 yildan beri ertalabki ereksiya ham yo'q, o'zi ereksiya ham yo'q. Nimaga? Qandli diabet aniqlangan, 5 yil, 6 yil oldin bola yosh, organizm kuchga to'lgan, dorilarni umuman qabul qilmagan, asorat sifatida erektil disfunksiya bo'ladi. Bunday holatlarda o'sha implant qo'yiladi.
yoki yoshi katta odamlarda, tomir kasalliklari bo'lgan odamlarda implant qo'yiladi. Hammaga podrяд xohish bo'yicha qilinmaydi. Operatsiya lav shirib qo'yish unga o'xshagan narsa emas, to'g'rimi? Operatsiya kasalni xohishi bo'yicha qilinmaydi. Ha. Ko'rsatmalar asosida qilinadi. Normada yaxshi vrach bo'ladigan bo'lsa, mana operatsiya qil deb kelgan kasalni ko'rib, tekshirib, rostdan ko'rsatma bo'lsa operatsiya qilinadi. O'zingiz bu amaliyotni bajarasizmi? Yo'q. Bajarmaysiz. Yo'q. Siz ishlaydigan klinikada bormi bunaqa amaliyot? Yo'q. Qilinmaydi. Qilinmaydi. Xo'p, bu tavsiya bo'ladigan bo'lsa qilgan yaxshimi, qilmagan yaxshimi? Nima deb o'ylaysiz? Tavsiya qilgan bo'lsa qilgan yaxshi. Men bir narsani hozir yigitlarga ham qiziq bo'lishi mumkin. Syomka orqasida o'tirishibdi. Nima o'zi u? Tushuntirib bering. Ya'ni mexanizmi qanaqa ishlaydi? Ishlash mexanizmi nima? Ishlash mexanizmi har xillari bor implantda, ya'ni bir komponentli, 3 komponentli, ya'ni qo'yilishi mumkin. Doimiy turgan holatda bo'ladi, pastga qayirib qo'ysangiz bo'ladi yoki tepaga to'g'rilab aloqa qilsangiz bo'ladi. Bu bir komponentli. Bu boshqariladi, ya'ni qo'l bilan qayirtirib qo'ysa bo'ladi. Bu doim boyovoy holatda turadi, to'g'rimi? Ya'ni doimiy ravishda boyovoy holatda bo'ladi. Uni tepaga pastga qilib qo'yish o'zingizga bog'liq. Xuddi shunaqa. Kerak payt tepaga. Kerak payt tepaga qilib qo'yasiz. Xohlasangiz 1 soat, xohlasangiz 2 soat aloqa qilasizda, yana qayirib qo'yasiz, turaveradi. 3 komponentlisi bor. Bunda ya'ni o'sha havo bilan to'ldirsangiz bo'ladi. Havo bilan to'ldirganingizda ereksiya bo'ladi. Havoni qo'yib yuborsangiz agar yana ereksiya yo'qoladi. Xuddi shunaqa nimalari bor. Qarshi ko'rsatmalari yo'qmi? Ya'ni tushmadi degan bemorga ishlamadi bu bemorda. Misol uchun mana hozir ko'ks artroz mavzusi aktivlashgan paytda nima chiqib ketdi-ku, son chanoq qismidagi yemirilishga mo'ljallangan maxsus o'zini son chanoq qismiga o'rnatiladigan nima dedik shuni otini? Xullas, protezlar. Protez ham qanaqa protez u? Xullas, o'sha protezlarni hamma ham qabul qilmadi-da, hamma organizm ham. Bunda ham shunaqa bo'lib qolishi mumkinmi demoqchi? Mumkin. Mumkin. Qabul qilmasligi mumkin, infeksiya rivojlanib ketib qolishi mumkin. Har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin. Baribir bu operatsiya. Operatsiyani 100% hech narsa bo'lmaydi. Tibbiyotda yo'q 100%. Hech kim garantiya bera olmaydi. Tushunarli. Demak, agar zarurat bo'lsa, foydalanish mumkin. Ya'ni doktorlarning nazorati ostida tavsiya. Masalan, 50 yosh, 60 yosh hali jinsiy aloqaga xohishi bor, lekin ereksiya yo'q. Ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, operatsiya qildiradi. Чувствительность-chi? Чувствительностьga ta'sir qilmaydi. Ya'ni saqlanib qoladi чувствительность. Albatta. Urug' ham chiqadi. Chiqadi. Zamon rivojlanib ketdi. Shunaqa. Dahshat. Hamma narsaning yo'li bor. Hamma narsaning yo'li bor hozir. Xo'p, bo'ldi, yaxshi. Hozir bitta mavzu haqida gapirdingiz, ertalabki ereksiyani yo'qligi, uyqudan turgandan keyingi ereksiya. Bu yomon belgimi? Yomon belgi qachon uzoq vaqt kuzatilmasa yomon belgi. Uzoq vaqt kuzatilmasa, ya'ni bir kun, 2 kun bo'lmay qolishi bu tabiiy holat bo'lishi mumkin. 2 kunda bir kuzatilishi yo har kun kuzatilishi 2-3 hafta davomida yoki 1 oy, 2 oy davomida ertalabki ereksiya umuman bo'lmasligi bu signal. Qon tomir kasalliklari bo'lishi mumkin. Gormonal buzilishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunaqa holatlarda stress, uyqusizlik ham ta'sir qiladimi? Ta'sir qiladi. Stress bo'lganda ham o'sha ereksiya bo'lmasligi mumkin. Tushunarli. Bu kecha kunduzda o'zingiz boya aytib o'tdingiz, ozuqaviy paketimiz buzilib ketdi, ximikatlar ko'payib ketdi. Energetik mavzusi, spirtli ichimliklar mavzusi, noto'g'ri ovqatlanish mavzusi, bitta joyda o'tirib ishlash mavzusi va hokazolar. Xavfli tomonlari jinsiy quvvatga ham qanchalik xavfli bu narsalar? Hamma narsa me'yorda bo'lgani kabi bu narsalarda ham me'yor bo'ladigan bo'lsa, xavfli emas. Endi masalan, hatto energetik ham. Men o'zim ham energetik ichib turaman. Uzoq yo'lga chiqadigan bo'lsam,
Masalan, o'zim Navoiydaman. Navoiyga boradigan bo'lsam, 6 soat, 7 soatlik yo'l. Uxlab qolmaslik uchun bitta energetik ichishim mumkin. Endi u 2 oyda bir boramanmi, 3 oyda bir boramanmi, bitta energetik ichib qo'yishim mumkin. Yoki kechasi bilan uxlamasdan ertalab ishga boradigan bo'lsam, o'sha o'zimga kelishim uchun bitta ichishim mumkin. U doimiy emas lekin. Bu endi meni o'ylashim bo'yicha unaqa katta ta'sirga ega bo'lmaydi. Organizm bu narsani hazm qilib yoradi. Lekin shunaqa bolalar bor, yoshlar bor. Kuniga bitta, ikkitadan energetik ichmasa yurmaydi. Ertalab turadi, bitta energetik ichadi. Kechga borib ish kechgacha yana bitta energetik ichadi. Tasavvur qiladiki, shu energetik ichmasa hozir uxlab qoladi yoki energiyasi yetmay qoladi ishlashga. Bu katta xato. Doimiy bu narsa takrorlanishi yomon oqibatlarga olib keladi. Ya'ni kofein bor, uyqu buziladi, stress, taurin bor, ko'p miqdorda shakar bor tarkibida. Dahshat, shakar dahshat o'tdi. Shu uchun ham o'sha uyqu buziladi, ovqatlanish buziladi. Uncha miqdorda shakar ichgandan keyin ovqatga ehtiyoj bo'lmaydi, yaxshi ovqatlanmaydi, uxla olmaydi, gormonlar buziladi. Shu sababdan urug'lar paydo bo'lishiga ham ta'sir qiladi, gormonlar buzilishiga ham ta'sir qiladi bu narsalar. Tushunarli. Hozir bu endi ozgina lirik chekinish bo'ldi, endi qaynora mavzuga o'tamiz. To'shakda demak qoniqish, qoniqmaslik mavzusi. Erkaklar qoniqtira olmayapman deb o'ylaydi. Ayollar ham balki psixoemotsional jihatdan nimadirlarni o'ylar. Lekin ko'p holatlarda erkaklar doim nolib yuradi-da, yaxshi bo'lmayapti, tez bo'shamayapman yoki bo'lsam boya aytganingizdek yetarlicha turmayapti va hokazo mavzular. Bir tarafdan biz vrachlarni o'zimiz ham sababchi bo'lib qolyapmiz. Nega sabab? Sabab chiqib turib ko'p narsalarni ochiq oydin gapirishimiz ham, juda ko'pchilik chiqib turib aloqa yarim soat bo'lmayaptimi, 40 minut bo'lmayaptimi, demak senda muammo bor degan gaplar ko'p bo'lyapti-da. Menga kelsang davolab beraman, yarim soat qilib beraman, 40 minut, 1 soat qilib beraman. O'zi 10 minut, 15 minut atrofida aloqa bo'lsa bo'ldi, shuni o'zi yetarli. Shuni o'zi yaxshi, zo'r degani. Zo'r degani. Yarim soat, 40 minut, 1 soat aloqa fizически juda katta nagruzka-da bu. Hamma ham bu nagruzkani ko'tara olmaydi. Shunaqa shikoyat qilib keladigan bolalar bor. Uzoq vaqt aloqa qilaman, bo'shana olmaganim hisobiga bolali bo'la olmayapman. Sperma chiqmayapti. Yarim soat qilaman, 10 minut, 15 minut maza qilib aloqa qilaman. Undan u yog'i sperma chiqishi uchun harakat qilaman, lekin sperma chiqara olmaganim hisobiga bolali bo'la olmayapman. Yarim soat, 40 minut bo'lib qolyapti, charchab bo'ldi, yotib qolyapman, bo'ldi deyapti. Bu degani reklamalarga ishonib yarim soat bo'ladi, 40 minut bo'ladi degani zo'r degani emas. 10 minut, 15 minut sizni o'sha partneringizni qoniqtiradigan vaqt bo'lsa bo'ldi. Kimlar uchun 5 minut yetarli bo'lishi mumkin, kimlar uchun 10 minut yetarli bo'lishi mumkin. U tez bo'shanish diagnozi qachon qo'yiladi? Aloqa 2 minutga ham bormasa va bu narsa uzoq davom etadigan bo'lsa. Masalan, kimdir birinchi marta aloqa qilyapti, 2 minutga bormayapti. Unga tez bo'shanish deb diagnoz qo'ya olmaymiz. Qachon unda masalan 2 oy, 3 oy davomida doimiy aloqa bo'ladi. O'sha 2 oy, 3 oy davomida aloqa umuman 2 minutdan oshmayapti. Tez bo'shanish diagnozini qo'ysak bo'ladi. Bir marta aloqa qilganda yo 2 marta aloqa qilganda tez bo'shanish diagnozi qo'yib bo'lmaydi. Endi u ruhiyat charchog'iga, stressga va hokazolarga ham bog'liq, to'g'rimi? Kerak bo'lsa qoni qaynab turgan bola bo'lsa, kelib turib qo'lini silab qo'ysa ayol kishi bo'shanib yuborishi mumkin-da. Bu tez bo'shanish degani emas-da. Tushunaman. Shunaqa birinchi diagnozni to'g'ri qo'yish kerak-da. Demak, tez bo'shanish menda bor degan fikr hozir juda ko'p bolalarda bor. Yoshlarda. Stressga tushib qolishadi-da o'zi. Hali uylanmagan, hali dasha aloqa qilmagan yoki 1 marta, 2 marta shunaqa nyudachin aloqalar bo'lgan, tez bo'shanish menda bor deb o'ziga o'zi diagnoz qo'yib olgan. O'ziga o'zi diagnoz qo'ygan odamni u fikrdan qaytarish juda qiyin-da. 100 tushuntirganingiz bilan u bo'ldi, o'ziga o'zi diagnoz qo'yib olgan. Yo'q, menda tez bo'shanish bor. Bitta holat bo'ldi yaqinda.
bitta bola keldi, bir marta aloqa qilgan. Shunaqa tez bo'shanish bo'lgan. Vrachga borgan, vrach lecheniya yozib bergan. Lecheniyani olgan, 1 oy davomida dori ichgan. Xo'p. Men foydasini sezmadim, deyapti. Xo'p, aloqa bo'ldimi? Lecheniya xato yozilmagan, lecheniya to'g'ri yozilgan. Faqat u bolada aloqa yo'q. Umuman. 1 marta aloqa bo'lgan, tez bo'shanish bor deb shikoyat qilgan, lecheniya yozilgan, lecheniyani olyapti, lekin bu lecheniyaning natijasini ko'rish uchun aloqa yo'q. Ko'rish kerak-ku natijasini. Hech qanaqa foyda bo'lmadi. Foyda bo'lishini qayerdan bilishing kerak edi? Aloqa yaxshilanmadi deydi. Aloqa bo'ldimi o'zisi? Yo'q. Besmislенно deydi-ku. Shunaqa. O'ziga shunaqa hukm chiqarib olgan. Ko'pincha uylanmagan bolalarga tez bo'shanishni davolash xato deb o'ylayman-da. Avval yashab ko'rsin, Qachon uylansa, doimiy aloqa bo'lsa, o'sha doimiy aloqa bo'lib turgan vaqtda aloqadan qoniqmasa, unda davolasa bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, endi o'sha tez bo'shanish va hokazo, mana hattoki boya aytib o'tdingiz, bepushtlikni davolashda tabiblar va hokazolar dedingiz, jinsiy a'zoni o'stiradigan dorilar, va internetda bepushtlikni davolaydigan dorilar, o'zi tirik 3 ta dona, 4 dona spermasi bor uni. Shuni ham davolab bermoqchi bo'lishyapti-da, qanaqadir bir giyohlar yordamida, qanaqadir bir ajoyib narsalar yordamida. Internet pala-parcha bo'lib ketib qoldi. Chalkash bo'lib ketdi hamma narsa. Ya'ni kalavani uchini topib bo'lmayapti. Ya'ni hamma chiqib nimadir reklama qilyapti, hamma chiqib nimadir haqida gapiryapti, to'g'rimi? Bilasizmi, nima uchun ommalashib ketyapti? Nimaga shu? Endi o'zi tabu mavzular tez ommalashadi. Endi vrach shu sohada bo'lganim uchun menga ham qiziqarli-da bu narsalar. Ko'psi bilan telefon orqali gaplashaman. O'zim uchun qiziq bo'lgani uchun telefon qilib so'rayman. Tabiiy yo'llar bilan varikoselin davolaymiz deganlar bor. Varikoselinni yechimi butun dunyo bo'yicha tan olingan yechimi faqat operatsiya yo'li bilan. Boshqa yechimi yo'q. Yoki masalan buyrak qurib qolgan bo'lsa, peresadka qilinadi yoki o'sha gemodializ. Buni hozir tabiiy yo'l bilan davolaymiz deyotganlar bor. Onkologik kasalliklarni davolaymiz deyotganlar bor. Sababini o'ylab ko'raman-da, nima uchun? Cho'kayotgan odam xasga ham yopishadi-da. Xasga ham yopishadi, farqi yo'q. Xuddi shu uchun u tabiiy narsalar deb yo o'sha har xil qorishmalarni sotayotgan odamlar farqi yo'q, qanaqa kasallik desa davolab beradi deydi. Umuman qizig'i yo'q. Onkologik kasalmi, erektil disfunksiyami, bola bo'lmasligimi, prostatadagi muammomi, buyrakdagi muammomi, o'sha atrofda bo'lsa bo'ladi. Qaysi kasallikni bilsa hammasini aytib chiqadi va o'sha kasallikni davolaydi deydi. Vrach oldiga kelsa nima bo'ladi? Vrach oldiga kelsa, birinchi vrach eng yomon narsani o'yladi, eng yomon oqibatini. Urug'i yomonmi, masalan, sperma chiqishi yomonmi? Ayrim holatlarda men aytaman, hozir sperma chiqyapti, yomon bo'lsa ham. Shunaqa ko'rsatmalar bo'ladi. Masalan, tuxumi juda kichkina, gormonal buzilishlar bor, boshqasi. Borib deyman, sperma topshirib qo'y, muzlatib qo'yiladi. Sperma bak sifatida ertaga mabodo nimadir bo'lib sperma chiqmay qolsa agar, o'sha spermangdan olib eko yoki X ga ishlatish mumkin. Bu kasal uchun oxirgi umid bo'lishi mumkin. Oxirgi umid bo'lishi mumkin degan narsada vrach mana shunaqa oxirgi oqibatlarini ham o'ylab tavsiya beradi. Lekin u yoqqa borganda bo'ldi deydi, bu nima bo'pti? Davolaymiz. 2 oy ichasiz, 3 oy ichasiz, zo'r bo'ladi deydi. Tamam. Umid berish bo'yicha ular birinchi o'rinda. Vrachlar operatsiya haqida gapiradi. Bo'ldi, operatsiyasiz yechimi yo'q. Yoki masalan, mamnaqa oqibatlarga olib kelishi mumkin. Davolaymiz, harakat qilamiz, lekin mamnaqa narsalarga tayyor bo'lib turishingiz kerak deb vrach ogohlantirgani ko'pchilik kasallarga yoqmaydi. Baribir o'sha narsaga keladi, lekin o'sha kech bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Masalan, onkologik kasalliklarda 1 oy juda katta muddat onkologik kasalliklar uchun. Lekin reklama qilayotganlar 3 oy, 6 oy ichib ko'ring, onkologiyani tuzatib yuboradi. Vaqti bormikin 3 oy, 6 oy deng.
xuddi shu narsa. 3 oy 6 oy ichida metastaz beraversa boshqa organga bo'ldi, u bilan Tamam. tamom. Davolash juda qiyin. Xo'p. Buni ham tushundik. Endi qarang. Bu o'zi urologiyada shu kecha kunduzda trend bo'layotgan mavzular haqida sanab o'tdik-da. Noyob mavzular ham bormi mana? Kam uchraydigan, lekin uchraydigan mavzular. Biz hamma urologiya degani ko'z oldimizga faqat o'sha jinsiy yo'ldagi shamollashlar, siydikdan qon aralash kelishi va hokazolar, jinsiy patologik o'zgarishlar haqida gapiramiz-da. O'zi kam uchraydigan nimalar bor yana urologiyada? Odamlar mana ko'rmagan internetda. Mana hozir hamma narsani ko'ryapmiz-ku. Buyraklarning joylashuvi bo'lishi mumkin. Ko'p buyrakli odamlar bo'lishi mumkin. Kasalim bor edi. Bor tanishlarimiz ichida 3 ta Kasalim buyrak bor edi, 5 ta buyragi bor. 5 tami? 5 ta buyragi bor. Yoki taqasimon buyrak deydi. Buyrak ikkalasi bir-biriga ulangan bo'ladi. Yaxlit. Siydik yo'li ikkilangan bo'lishi mumkin. Yoki bitta kasal keluvdi, o'ng tomonda buyragi bor, chap tarafda buyragi yo'q. Tekshiramiz yo'q. Birga uziga tushdik, qovoqni uzi qilyapmiz, qovoqning teparog'ida buyrak turibdi. Distopiya deydi, ya'ni buyrakning pastda joylashishi. Ko'krak qafasida joylashib qolishi mumkin buyrak. Qorin bo'shlig'ida joylashib qolishi mumkin. Bu ona qornida kechadigan patologik o'zgarishlar hisobiga. Patologik. Yana bitta kasalim kelgan, o'sha qiz bola bitta buyragida ikkala buyragi bitta tomonda joylashgan. Ikkala buyragi bitta tomonda joylashgan. Siydik yo'llari bor, funksiyasi yaxshi, hech qanaqa o'zgarishi yo'q. O'sha paytda ikkita klinikada ishlardim. 3 kun bunisida, 3 kun bunisida ishlardim. Mana oldimga kirishgan, adashmasam 1 soat vaqtim ketgan tushuntirib berish uchun. Yo 20 ta yo 25 ta joyda uzidan o'tishgan, qilinmagan tekshiruv qolmagan. Hech narsa bezovta qilmaydi qizni. Tushuntiryapman. Bu buyrakni olib turib bu yoqqa qo'yib bo'lmaydi. Bo'ldi. Turibdi ikkala buyrak bitta tomonda. Ikkalasi yaxshi ishlab turibdi. Funksionerlik qilyapti, ishlayapti. Endi ertaga turmushga chiqsa, homilador bo'lsa nima qilinadi? Mabodo. Ta'siri bormi? Homilador bo'lgan paytda kuzatiladi. Qanaqadir o'zgarish bo'lsa, o'sha paytni o'zida yechim qidiriladi. Hozirdan taxmin qilib turib, uni masalan xirurgik yo'l bilan yoki konservativ yo'l bilan davolab bo'lmaydi. Ya'ni bitta buyrak o'tib yoqib qolmaydi. Shuni 1 soatla tushuntirdim. Bu kunisi narigi klinikada ishlayman. Xuddi shu kasal men oldimga kirib kelyapti-da yana. Sizni bilmagansizligingizni. Yo'q. Yana kirib kelyapti. Yaxshimisizlar desam, ha. Kecha siz u yoqda emasdingizmi? Ha. Bu yoqqa nimaga keldinglar? Shuncha tushuntirdim desam. Bu yoqdagi bitta vrachga ham kirib maslahatini olaylik deb kirdik deyapti. Buyrak joyida ishlayapti, lekin hech qanaqa buyrak tomonidan muammosi yo'q. Faqat endi bitta tomonda joylashib qolgan. Shunaqa. Allohning izni bilan-da. Ha. Bu gapni ular mengacha yana bir 10 ta 15 ta urologdan eshitib kelganda, hech narsa qilinmaydi. Shunaqa patologiyalar bor endi. Shunaqa rivojlanib qoladi. Tegilmaydi. So'rab surishtirganda buvisida ham xuddi shunaqa o'zgarish bo'lgan ekan. 7 dan 8 ta bolasi bor. Hech qanaqa patologiya kuzatilmagan homiladorlikda ham. Xuddi shunaqa kasallar ham kelib turadi. Tushunarli. Mana hozir yana bitta o'rtada lirik chekinish qildik, yaxshi bo'ldi va endi yana boyagi mavzuga qaytamiz. Jinsiy quvvatni oshirish uchun, ruh sifatini yaxshilash uchun mana nutrisologiyada biz bilgan vitaminlar bor. Misol uchun vitamin D, omega, vitamin E, urug' moddasi sink, L-arginin, koenzim kabi, selen. Bular haqida nima deysiz? Hozir ko'pchilik chiqib turib, mana bularni ichib yursang, testosteroning zo'r bo'ladi deydi. Testosteron zo'r bo'ladi, muammoing bo'lmaydi deb aytishyapti. Lekin endi menimcha, agar o'sha moddalar yetishmasligi tasdiqlansa, ichilsa, masalan, sink yetishmayapti organizmda, sink ichsa testosteron ko'tarib beradi. Lekin sink yetishib turibdi.
testosteron shunda ham past, yana ustiga sink ichsangiz ham Yo'q, foydasi xavfli, bo'lmaydi. ha. Hatto xavfli ham bo'lishi Ha. mumkin. Avitaminoz bo'lgan bilan gipervitaminoz bo'lishi ham mumkin. Albatta xavfli. Vitaminlar ko'payib ketishi ham organizmda xavfli hisoblanadi. Xuddi shunaqa agar tasdiqlangan bo'lsa, ichsa bo'ladi. Ta'siri bo'ladi. Zo'r bo'ladi ta'siri. Lekin masalan doimiy ichib yurishga sink ichib yuraversangiz doimiy bo'ladi. Xavfli, Yo vitaminlar doimiy ichib yursangiz bo'ladi. Bu narsalarga men skeptik qaraysiz. negativ deydi-ku. Men nutrisolog sifatida xafa bo'laman agar vitaminlarga juda negativ qaraydigan bo'lsangiz. Yo'q, juda negativ emas. Doimiy ichib yuring. Mana hech qanaqa ko'rsatma yo'q. yo'q. Davriy siklda ichiladi, lekin mana hozir nima xavfli tomoni bor? Ko'pchilik nutrisologlar va o'zim biofaol qo'shimchalar bilan shug'ullanadiganlar, men ko'pchiligini nutrisolog demayman, vitaminolog deyman. Chunki ular yopishib olgan narsalar bor-da, Amerikani vitaminlariga. Mana yaqinda xlorofil mavzusi aktivlashib ketib qoldi-da. Xlorofil o'simliklarning udobreniyasi hisoblangan odamlarga ichirayotishibdi-da, misol uchun. Mana bu selen, koenzim, L-arginin, vitamin D, E bularni ham o'zi erkak kishining sog'lig'i uchun kerak bo'lgan vitaminlar. Bular kerak testosteron shakllanishida ishtirok etadi, lekin nutrisolog bilan nutrisolog farqi bor-da. Qaysi tur nutrisolog aniq tahlillardan keyin nima kam bo'lsa shuni tavsiya qiladi. Qaysi tur nutrisolog yo'q, ommaviy hammaga ommatan, ya'ni tavsiya qiladi. 1000 ta odam bilan gaplashsa, 1000 ta odamga vitamin D ni bir xil dozirovkada tavsiya qiladi, ya'ni. Bu xavfli. Xuddi shu narsaga qarshiman. Ha, shunga qarshi. Xuddi shunaqa masalan, hammaga bir xilda masalan dozirovka, individu yo'q-da. Chiqib turib, mana testosteronda muammo bo'lishini xohlamaysanmi? Sink ichib yur, selen ichib yur, L-arginin ichib yur, vitamin D, vitamin E, 7-8 ta dorini endi normal odam men o'zim ichib yura olmayman. 7-8 ta dorini doimiy ichib yurishni o'zi bo'lmaydi. Ketma-ketligi bor hattoki. Bir xo'j dori ichadi. Xuddi shunaqa. Shu uchun agar ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, endi oddiy qiyoslaydigan bo'lsak, zavod bor. Zavodda qancha ko'p siryo olib kelganingiz bilan uni ob'yom bo'ladi. O'zi 10 ta ishlab chiqaradi, bo'ldi. Mana shu kun. Siz u 100 ta narsa keltirib qo'yganingiz bilan baribir 10 ta narsa ishlab chiqaradi. Talab 10 ta narsaga. Bo'ldi. Xuddi shunaqa agar organizmda talab bo'lmasa, prosta ichyapsiz, chiqarib tashlayapsiz. Ichyapsiz, chiqarib tashlayapsiz. Nima foydali? Foydasi yo'q hech qanaqa. Pulni havoga sovurish ham gipervitaminozga sabab bo'lib qolishi mumkin. Sabab bo'lishi mumkin. Vitamin D ko'p iste'mol qilish buyraklarda tosh paydo qilishi mumkin. Albatta. Keyingisi, xo'p, unda yaxshi vitaminlar haqida gapirdik. Endi ovqatlanish paketi qanaqa bo'lishi kerak erkak kishining? Mana azaldan gap bor. Quvvatini oshiradi, iligi, quvvatini oshiradi, qo'yog'i, to'g'rimi? Bor-ku shunaqa gap. To'g'ri ovqatlanish bo'lishi kerak edi. Doktordan so'rashim qanchalik qiziq emas bilmayman, lekin men uchun qiziq doktor fikrlari. Sababi qaziy, mana o'zingiz ham aytib turibsiz. Quvvatni oshirmaydi. Jinsiy quvvatga aloqasi yo'q ularning, ya'ni. Bugun qaziy yesang, bugun aloqa zo'r bo'ladi degan emas. Payshanba kuni osh yeymiz-ku. Hop, endi bu odat sifatida anov qilingan. Bizda payshanba kuni osh. Yo'q, endi o'zi ma'nosi aytilmagan bu narsa payshanba. U bir hafta noto'g'ri ovqatlanib yurib, payshanba kuni bosib qazini yesa, bosib oshni yesa, u bir kunda 1 soat ichida aloqa zo'r bo'lib qolmaydi-da. U 2 oy, 3 oy doimiy yaxshi ovqatlanib kelsa, o'shanda aloqa yaxshilanadi. Bir haftada bir kun yaxshi ovqatlanish, yaxshi qazini bosib yeyish aloqani yaxshilab qo'ymaydi. Ovqatni demak aloqasi yo'q demoqchisiz. Ovqatdan aloqasi bor. To'g'ri ovqatlanish kerak. To'g'ri ovqatlanish kerak. Qaysidir ovqatni yeb turib, bugun aloqa zo'r bo'ladi deyish xato gap. Bugun bo'ldi, men qazini bosib ye, aloqa zo'r bo'ladi. Bo'lmagan gap. Jismoniy, mana hozir yoshlarning ichida zo'r, yaxshi bitta odatga aylandi. Zalga chiqib jismoniy mehnat bilan, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishyapti, ya'ni. Узкий направлениедagi sportlar emas, aynan bodybuilding, fitness va hokazo bilan yoki workout bilan shug'ullanayotganlar bor ertalab. Shifokor sifatida tavsiyalaysiz va qarshi ko'rsatmalar bu narsaga. Tavsiya shug'ullansa zo'r. Zo'r. Testosteronni eng yaxshi ko'taradigan narsa o'sha kardio deydi. Kardio. Ya'ni yugurish, o'sha kardio mashqlari, shunaqa eng yaxshi ko'taradi testosteronni.
lekini bor. Lekini bor. O'sha lekini kerak menga. Lekini ko'p shug'ullanadigan bolalar endi berilib ketib qolib, garmonlar olishni o'ylab qolishadi. Ko'rikka ko'p keladigan bolalar shunaqa shug'ullanadigan bolalar. Trenerim tavsiya qilyapti, yo o'rtog'im tavsiya qilyapti, testosteron garmoni ol. Testosteron garmoni ol. Ukol yo tabletkasi olish tavsiya qilyapti. Nima deb aytasiz deydi. Professional shug'ullanadigan sportsmenlar borda. Professional shug'ullanadigan sportsmenlar hozir biladi baribir. Juda ko'p analizlar topshiradi. Ximiya deydi, o'sha ximiya olishdan oldin buyrakning ish faoliyati, o'sha Jigar. endokrin sistemasini ish faoliyati, jigar faoliyati, oshqozon, ichak hammasini bir boshdan tekshiradi. Juda ko'p analizlar topshiradi. O'zini vrachi bor. Vrach bilan borib maslahatlashgan holatda testosteron oladi, shug'ullanadi. Shug'ullanib, masalan, musobaqasi bormi, boshqasi bormi, chiqib bo'lgandan keyin yana undan chiqish mexanizmlari borda. Yuvish mexanizmi. Yuvish mexanizmlari bor. Xuddi o'sha protseduralardan o'tadi. Lekin oddiy zalda shug'ullanadigan bola. Men ko'pincha aytadigan narsam, professional shug'ullanmoqchimisan yo'qmi? Yo o'zing uchun, sog'liging uchun shug'ullanib yuribsanmi? O'zim uchun, sog'ligim uchun desa, umuman gormonlarga yaqinlashma deyman. Mayli protein ich, boshqa dorilarni ich, gormonlarga umuman yaqinlashma deyman. Hop, testosteron propionatni bemalol urib qo'yayotganlar bor, bilasizmi? Xabaringizmi? Testosteron tashqaridan kirishni boshladi, organizmda to'xtatiladi. FSH, LG gormonlari bor. Bu endi xuddi nima deydi? Doimiy o'lchab turadi testosteronni. Signal bo'ladi. Testosteron kamaydimi, FSH, LG tuxumga buyruq beradi, testosteron ishlab chiqarish kerak. Davay ishladi. Tashqaridan testosteron kiryapti, FSH, LG tuxumga buyruq beradi. Yetar, ortiqcha ishlama, bo'ldi, to'xtat ishingni. Bo'ldi, to'xtat. Tuxum to'xtaydi. Sperma ishlab chiqarish ham to'xtaydi, testosteron ishlab chiqarish ham to'xtaydi. Bu narsa masalan 1 oy ichida, 1 yil ichida davom etdi deylik. Testosteron puli bor, hozir nimasi bor. Testosteron olib yuribdi doimiy. Tuxum 1 yil ichida ishlamayapti. Atrofiyaga uchrab, sekin kichrayishni boshlaydi. Tuxum funksiyasini pasayib, sekin kichrayish. Keyin taqa turuq to'xtatdi. Bo'ldi. Xohlaganday qomat bo'ldi. Zo'r, hamma narsa yetarli. Yo'q. Kuch-quvvat bor, lekin urug' chiqmaydi. Tuxum ishi to'xtab bo'lgan. Shunaqa tartibsiz ishlatish juda yomon. Bepushtlikka olib kelishi mumkin. Keyinchalik tuxum umuman ishlamay qolishi mumkin. Qonun darajasida shuni taqiqlab qo'yish kerak emasmikan testosteron propionatni umuman? Hozir aptekada menimcha demetsiz sotmayapti testosteronni, menimcha sotmaydi hozir. Ancha yaxshi bo'lib qoldi. Oldin do'sti bor edi. Hozir ko'pchilik aptek sotmaydi. Faqat ko'pchilik dorilar retsept bilan bo'ldi. O'sha hisobiga sotmayapti. Testosteron ham o'sha retsept asosida berilyapti hozir. Demak, kiritilgan, lekin juda yaxshi. Men yozmayman to'g'risi testosteron. hech qachon yozmagansiz. Yozmaganman. Endi bo'ladi ko'rsatmalar. Qaysi holatlarda? Masalan, nimadir sabab bilan ikkala tuxum ham olib tashalgan. Unda o'sha ereksiya uchun, aloqa qilib yurish uchun testosteron qabul qilib yuradi doimiy tarzda. Unga kerak testosteron. Tibbiy ko'rsatma bo'lsa yoki masalan professional sport bilan shug'ullanadiganlar o'zi doimiy vrachi bo'ladi, shug'ullanadi. Testosteronni olish mexanizmi, undan chiqish mexanizmi hammasini qiladi ular. Unda bo'ladi. Lekin masalan oddiy zalga o'zi uchun borib yuribdi. Yosh bola sog'lom bo'lishi uchun hech qanaqa sport musobaqalariga chiqmaydi, boshqasiga chiqmaydi. U uchun kerak emas. Yaqinlashishni ham tavsiya qilmayman. Zaldagi pitaniyalar-chi? Pitaniyalar olaversin. Uni hech qanaqa yomon tarafi yo'q. Urolog sifatida unga zapret qo'ymaysiz. Yo'q. Taqiqlamaysiz. Endi mishni masdan oshirish uchun, boshqasi uchun kerak bo'ladigan seriyoda u. Orgazm kerak bo'ladigan. Sidek yiloy infeksiyalari. Vaqtingizni ko'p olib qo'ygan bo'lsam ham, lekin qiziqarli mavzu. Nima bu? Shu sidik yo'lida uchraydigan infeksiyalar erkaklarda ham, ayollarda ham uchraydi. Erkaklarda ko'pincha prostatit muammosi bo'ladi. Ya'ni prostata bezidagi yallig'lanishlar hozir ommalashgan. Prostata bezini yo'qotib tashlaymiz degan
nimalar bor. Prostata bezi hamma erkaklarda bo'ladi. Shuni tushunib olish kerak. Prostatit kasallik. Prostatit kasallik. Ko'pchilik keladi, menda prostata bor ekan deb keladi. Eng ko'p aytiladigan gapda. Menda prostata bor ekan. Prostata hamma erkakda bo'ladi. Absolutni hamma erkakda bo'ladi normada. Prostatit kasallik, prostata bezi yallig'lanishi. Buni o'sha urologlar davolaydi. Eng ko'p uchraydigan kasallik. Buyraklarda shamollash bo'lishi mumkin, siydik yo'llarida, qovoqda shamollash bo'lishi mumkin, o'sha yallig'lanishlar bo'lishi mumkin. Ilk belgilari nima? Prostatitning. Tez-tez siyish bo'lishi mumkin, achishlar, siydik naporini pasayishi, siy bo'lgandan keyin xuddi siydik qolib ketganday bo'lishi, qovoq to'liq bo'shamagandek bo'lib turishi, kechqurun siyishga turishlar paydo bo'lishi. Bu o'sha prostatitning belgisi bo'lishi mumkin. Kechqurun yotdi, oxirgi marta hojatxonaga kirib chiqdi, tahoratini qildi, yuvindi, tarandi, joyiga borib yotdi. Shu bilan ertalab bomdodda turdi. O'shanda kirdi hojatga. Bu normadir, norma. Sog'lom inson. Yoki kechqurun nima uchundir sabab bilan turdida, o'shanda bir siydi. Bu norma. Lekin siygisi qistab uyg'onyapti. Siygisi qistab, siyish uchun uyg'onib boryapti, bu norma emas. Bu norma emas. Tushunarli. Demak, bu holatda zudlik bilan urolog ko'rigiga borish kerak. Tushunarli, ajoyib suhbat bo'ldi siz bilan, Faxriddin aka. Juda ham xursandman. Bizda o'zbek xalqi ba'zi bir holatlarda uyaladigan mavzular haqida gaplashdik. Bu ko'pchiligi manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Biz nimagadir da'vat qilmayapmiz, nimagadir chaqirmayapmiz. Shunchaki bor narsani kimgadir yoqadimi, yoqmaydimi borligicha gapirdik. Va bu narsani hazm qilish auditoriyamiz o'zi juda aqlli auditoriya qilgan. Xudo xolasa sizda ham baribir kuzatuvchilaringiz, bizda ham kuzatuvchilarimiz xudo xolasa mana ortib boryapti. Menimcha yaxshi auditoriya to'g'ri qabul qiladi. Umid qilamizki, ko'pchiligi manfaatli bo'ladi bu suhbat. Lekin tor mavzuda, mana umumiy mavzular haqida gaplashdik, lekin tor mavzuda gaplashadigan asli gapimiz ko'p. Hamkorlikni xudo xolasa siz bilan to'xtatmaymiz. Siz bilan hali katta proyektlar qilaylik iloyim, chunki baribir o'zingiz ham mediaga qiziqar ekansiz. Ya'ni o'zingizni mana hozir doktor nimalarni qo'yib ketamiz, video ostiga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Ancha foydali ishlar bilan shug'ullanyaptilar. Sizni qayerdan topishsin? Endi baribir kontaktlaringizni beramiz kuzatuvchilarimizga. Hozir qaysi klinikadasiz? Qachon murojaat qilsalar bo'ladi? Telegramdan yozsalar bo'ladimi, yo'qmi? Shu haqida gaplashaylik. Bo'ladi. Telegram, Instagram doimiy aloqada. O'z javob berasiz? O'zim javob beraman. Ana administratorim, assistentim yo'q uni. Unaqa narsa yo'q, o'zim javob beraman hammaga. Darmon diagnostika klinikasi hozirgi ish joyim Farhadskiy Perikrestkada joylashgan. Har kuni ertalab soat 8 dan 4 gacha ishlayman. Har kuni. Har kuni, yakshanba kundan tashqari. Yakshanba dam olish kundan tashqari. Agar Faxriddin Sadriyevichga qanaqadir savollaringiz bo'lsa, murojaat qilish kerak bo'lsa, zarurat bo'ladigan bo'lsa yoki mana bu yerda qanaqadir qo'rquv bor, ikkilanish bor bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri professional mutaxassisga murojaat qiling. Internetdagi turli xil sharlatanlarga aldanib qolmanglar. Ko'rsatuvimizni an'anasiga binoan sizni xonangizda, kabinetingizda bir chekkasidan joy oladigan esdalik sovg'amiz bor. Bu tibbiy podkastni sizga eslatib turadi degan umiddaman. Rahmat. Bu sizga taklifga yo'q demaganingiz uchun. Rahmat. Va umid qilamizki, xudo xolasa keyingi ko'rsatuvlarimizda yana torroq mavzular haqida. Hozir o'zi tibbiy podkastda shunaqa biz nimamiz bor, rejamiz bor. Hamma tor doiradagi mutaxassislar bilan oldin umumiy gaplashib olib, keyin har bitta mutaxassisi bitta kasalligi bo'yicha alohida mavzu qilamiz deb rejalashtirganmiz. Nasib foydali mavzular haqida gaplashsak, Xudo xolasa, albatta. foydali bo'lsa biz xursandmiz. Ko'pchiligi foydali bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, hurmatli tibbiy podkast kuzatuvchilari, hammangizga kattakon rahmat. Vaqtingizni sarflab bizni suhbatimizni eshitganingiz uchun. Bizni kuzatishda davom eting. Biz doim aktual mavzular haqida gaplashamiz. Vrachimizga esa kattakon rahmat. Sizga ham rahmat.